Assalamu alaikum Uyghur Televiziyasining aziz ko'rurmanlari. Tor Televiziyasining suhbat programmasiga hoş geldinglar. Bugün biz Ömer İmin efendim bilan suhbat elib barmoqchi. Ömer efendim, kanalımız hoş geldiniz. Hoş bulduk, rahmet. Tor Televiziya suhbat programmasiga qadam tashrif qilganingizni qizg'in qarshi olamiz. Oldi bilan o'zingizni tunishtirib o'tsangiz. Assalamu alaikum. İhsan altıdaki körermeler, emmağlık benden. Çin kalbimden salam, emmağlık ki, muş günü, yaşanma günü, bu hepiniz hayırlı olsun. Ben Ömer İmin, Şarkı Türkistan Aksu'dayken 90 ay sizden, ben Germanya'ya geldi, 28 yıl oldu. Şunu bu yan, Germanya'da bir taraftan okup, onundan keyin işlep, qo'shimcha yozuvchilik bilan shug'ullanyapman. Hozirgacha ikki dona she'rlar to'plami va 3 dona hikoyalar to'plami, lager fojialari haqida o'chirik va hikoyalar degan 3 dona kitob nashr qildim. 3-chi kitobim bir hafta oldu Turkiyada besildi. Men shu yozuvchi qo'shimcha har xil qurultay tashkilotlarning faoliyatiga aktiv qatnashadigan bir aktivist. Nima uchun lager fojialari haqida hikoya va o'chirik nomli kitobni yozishni o'ylab qoldingiz? Bununki sebebi shuki, 2016 yıldan başlap Xitoylar aziz vatanimiz Sharq Turkistonda dünyadaki insanperver kişiler, teşkilatlar, hatta BDT tarafından İkinci Dünya Uruşu'dan keyin qayta yüz vermeydi deyilgen atalmış qayta terbiyeleş merkezini Xitoylar korup çıkıp vatanimiz Sharq Turkistonda keng ko'lamda tutqunlik qilish elib bordi. Begunoh xalq keng ko'lamda tutqun qilinib, ular lagerga solingandan keyin meni yuvish elib berildi. Ulardanki e'tiqodidan, ideyasidan, madaniyat kültürüden vazgeçishga majburlandi. 2021 yılı Amerika'da nashr qilingan Los Angeles Times gazetasining xabar qilishiga qaraganda, o'sha 2016 yildan boshlab 3 yil, 4 yil o'tgan jarayonda 8 milyon begunoh xalq lagerga majburiy elib ketilgan. Ular lagerda qiyin qistoq uchirgan, dinidan, e'tiqodidan vazgeçishga majburlangan. Lagerda kesel bulup nurg'un kishilar o'lib ketgan. Lagerdan chiqqanlarning, saq chiqqanlarning hech bir xabarini hech kim olmagan. Shundoq bo'lg'achqa biz buni bir cho'ng ig'ir fojia xalqimizning beshiga kelgan eng zo'r irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb qaraymiz. Biz har kuni xabarlardan, axborotlardan lagerga tutqun qilinganlarning fojialik kechirmişlerini, xabarlarını anlap tutuq. Bu xabarlarda lagerga solinganlarning eg'ir qiyin qistoq uchirganligi, nurg'unlardan kasal olup o'lib ketganligi kelib turdi. Ama biz bu xabarlardan o'qib, anladık. O xabarlar o'ng qo'lig'imizdan kirib, so'l qo'lig'imizdan chiqadi. Şunun bilan biz bu masalaga haqiqiy darajada yesdoshlik qilamidik, voqealarni haqiqiy darajada tushunib yetmadik. Shundoq ishim bormidi dunyoda, shundoq ishim bo'lamdi hozir o'sha 21-asrda deb o'ylab qolgan nurg'un qarindoshlarimiz bor. Shuning uchun men adabiyotdan iborat bir adabiy vositadan foydalanib, o'sha lager fojialari haqida hozirgacha 3 qismli kitob, jami 50 necha parcha hikoya ve o'chirik yozib chiqdim. Buningdagi maqsad lagerdagi fojialarni haqiqiy ravishda, jonliq, obrazli vositalar orqali xalqimizga tuntirish, bildirish, xalqningki hissiyotini qo'zg'ab, u voqealarga bo'lgan
hissdaşlığını ve qo'llashini, xalqninki dard alamini tushunishni qo'lga keltirishdan iboratdir. Hammamiz bilamiz, lagerga solinganlar 8 milyondan 10 milyongacha yetadi. Ba'zilar hozirgacha matbuotlarda 3 milyon, 5 milyon, 4 milyon deb keldi, ama Los Angeles Times, Los Angeles vaqti gazetida chiqqan bir xabarda bu xabar menimki 3-chi kitobimga muqovning oqisiga besildi. İngilizce, Uyg'urcha tarjimasi bilan. Shu xabarda 8 milyondan 10 milyongacha adam lagerga majburiy elib ketilgan, munis yo'lgan, ular lagerda qiyiqishda turgan ve nurg'unlari o'lib ketgan. Bu shu xabarlarni biz hikoya shaklida bayon qilish orqali xalqimizga voqealarning jarayonlarini haqiqiy kallasida his qila oladigan qilish uchun bu hikoya kitoblari yozilib chiqildi ve Türkiye'de nashr qilindi. Nurg'un qarindoshlar hozirgacha olgan, qo'llagan bo'ldi. O'qiganlardan yaxshi inkoslar keldi. Bu kitaplardaki oçuruk ve hikayeler qanday usulda yazıldı? Bundak yazışının ahmiyeti nima? Sözlep bergen bolsanız. Hammamizga ma'lum, oçuruk bir xil adabiy bayon qilish shakli bo'lib, uningda ma'lum bir kishining o'z beshidan bevosita o'tkazgan kechirmasliklari tafsili bayon qilish orqali konkret voqelik o'tirib qo'yiladi. Ya'ni men bu kitobdagi oçuruklarda lager shohidlarini asos qilib, ularning o'z beshidan kechirgan kechirmishlarini o'z og'zidan anglab, qalam gelib, kitob ko'rgizib, hikoya va o'chirlik shaklida nashr qildim. Hammamizga ma'lum, biz lager shohidlari tashqariga chiqib, bu voqealarni o'z og'zi bilan bayon qilishdan, bizga bildirishdan burun biz chet elliklarga, g'arb matbuotlarga ve hükümetlerge, parlamentlarga ishontiramiz. Fakat lager shohidlaridan Sumrat Davud, Mehrigul Tursun, Qalbi Nur Sidiq, Ömer Bekeli qatorliq bir qator lager shohidlari, ishki Gulbar Mubabının içinde Gulbar Xatvaji, Gulbar Celilova qatorliq asosli shu ayol lager shohidlarimiz qo'rqmasdan botirlarcha majlisga kirib o'tirib chiqib, hech qanday xiyim xatari qaramay, shu lagerda o'z beshidan kechirganlarini bizga anlatdi. G'arb matbuotlarga, dunyoning har qaysi joylaridagi hukumat parlamentlarga yetkazdi, muxbirlarning ziyoratini qabul qildi. Shuningdek, keyin dunyo u yerda bo'layotgan fojialarga haqiqiy darajada ishondi. Matbuotlarda keng ko'lamda xabar qildi. Shuningdek, biz bu lager shohidlarininki o'z beshidan kechirgan kechirmishlarini o'chirlik shaklda qalam gelib, kitob kirgizib, keng o'qirmanlarimizga sundik. Shuningdek, o'qirmanlarda dunyoda shundaqmi ish bor ekan, vatanimiz Sharq Turkistonda shundaq og'ir fojialar yuz beribdi deydigan qarash shakllandi, kallasiga singdi, haqiqiy darajada his qildi. Agar bundaq bo'lmaganda bo'lsa, ularninki voqealarga nisbatan haqiqiy tushunishi shakllashi notayin edi. Biz xabardan o'qib qo'ymaymiz, undan keyin xabar bir tarafga tashlab qoladi yoki unga biz haqiqiy darajada ko'ngil bilolmaymiz. Xabarni o'qib o'tkazyapmiz, necha kundan keyin unutilib ketamiz. Buni faqat biz shu xabarlarni manba qilgan asosda tipik personajlarni, voqealarni obrazlik vositalar orqali hikoya shaklida bayon qilib, xalqimizga sungandilar. Xalqning kallasida haqiqiy bir voqealarga nisbatan tushuncha paydo bo'ladi va unga nisbatan bir hissiyotlar shakllandi. Shu chog'da xalqda o 40-yillik nisbatan qirg'inchilik paydo qilayotgan Xitoy faşist hukumatiga nisbatan bir nafrat va norozilik shakllandi. Undan keyin biz xalqaro keng xalq ommasini bu voqea uchun bo'lgan namoyish, yig'in ve xalqaro konferansiyalar tashkillab, ularni atrofimizga uyushtirib,
lager facialarini dünyaya tanıtaladık, dünyaya anlataladık. Lager facialarini şundak bu çeyrek hikaye şekilde yazıştın ki sebebi şu. Bu kitaplar haqida o'qirmanlardan qanday inkaslar tushdi? Ularning ta'sirotlarida nima deyilgan? Bu kitap birinci kitap dastlabda 2020 yılda nashr qilingan. Hozirgacha 1,5 yil 2 yilgacha olgan oralıqda yana ikkinchisi yozildi. Bu yil yana 1 yildak o'tgandan keyin uchinchisi yozildi. Yani her 2 yilda bir kitap yozildi deb qarasak bo'ldi. Hozirgacha 3-chi qismgacha nashr qilindi. Bir 2 hafta oldu. Türkiye'de 3-cü kısım neşrden çıktı. Bu kitaplarını okuyan okurmenler, dostlar dastlabda nəhayət yaxşı inkasları oldu. Türkiye'de hem de satılışa başladı. Türkiye'deki Tehlimekan Uyghur Neşriyatın kitapxanası ve Kutatqıbili kitapxanası koyuldu. O yazıma satılışa başladı. Ben özüm bağlantım Türkiye'ye kitaptan aldı da Türkiye'deydim. Ondan keyin Germaniyaga qaytib kelib, bu yerdagi do'stlarga taqatdim. Do'stlarga aytdi, yaxshi baho berdi. Masalan, Germaniyaning Myunxen shahrida biz bilan birga turayotgan danliq Uyg'ur yozuvchisi Habibulla Avlimet. Kitobni olgandan keyin 3-4 kunning ichida bir qitim o'qib chiqibdi. Uning keyin menga shunday dedi. Ömercan bir kitabına ait yaxşı yazılıptı. Üçüncüsü, aldığınki 2 kitap qaraganda texim yaxşı yazılıptı. Senden bek suyundim, razı oldum, deb şuna dedi. Çünkü bu 3-cü kitap naiti modernizmlik, ilmi ve fantazilik edebi şekil kullanıp yazılgan bulup canlıkla, şeyiyle, hatta daldiraklarımı canlılık obrazlaştırıp sözgü kürgüzülüp şu bulayotgan facialar üstüde fikir kılıdı. Özününki guvallıklardan berdi. Şu vakalarga nispeten hissiyatını, nefretlerini xud adamdek bildirdi. Modernizmlik usulda yazılgan boğaçka naiti jalb qilarlik, kişilerine zok payda kılıdı. Vakalarga nispeten qiziqish, kitap okuşga nispeten bir kızgınlık payda kılıdı. Bu yerde turayotgan bu bizninki Germaniyaning Myunxen shahrida bir necha mashrablar, yoshlar mashrabidagi burun qurilgan. Hozir o'rta yoshlar mashrabi deymiz. Meniki do'stlarim meni qo'llab setib oldi. Bir do'stim hatta 30 euro setib olgan. Kitobni o'qib bo'lgandan keyin menga dedi. Menga mundaq dedi, bu kitobni sana az pul berib ketdim, necha yuz euro bersam arziydi ekan. Yaxshi yozilibdi deb shunday dedi. Demak, kitobni bir qitim qo'lga olgan kishilar o'qib tugatmaguncha qo'ymagan ahvol edi. Bir necha kun o'qib ketdi. Ammo shuning bilan birga afsuslik ichida shunday bir narsani deymanki, ba'zi ziyolilar hatto o'zini xili donliq biz vatanda faloni oliy maktabda o'qigan, kasallikka chiqqandan keyin faloniyada mandaq ish qildik, mandaq pul topdik, mandaq beydik deydigan xili nomlar ziyolilarmi kitobni mandaq shiraqdan qarab qo'ydik, qo'lga ilib varaqlab beqishga jur'at qilamiz. Bunun sebebini ben nimiligini bilemedim. Belki biz izlamaganı sen izleyip kettin dedim dep oylamdı. Ya ki bunda faciaların bizden anlığımız yok, biz kulluğumuz değil. Yukarı olan facialar nispeten. Biz külük çarşaklarını halayımız. Kaygı, elem, kişilerin ki dert elimin tartışını halamayımız. Dep şuna oylamdı ama kitapını okuşlu bir kısım ziyarlılar katli halamayıvatıdı. Onun kıymetini bilmeyivatıdı. Ben Allah şunu tavsiye kılmam ki sizlerinki bu karşılığı hata. Chet elde biz bu şu vatanimizde halkımızdaki tili bağlangan, dili dağlangan, bu şundak ahvalda halkımız chet eldeki, muhaciretteki halkımız bu işini izleyip çıkmışsak, kalem terör kişiler bunu kalem gelip, hatırı kaldırıp, tarih kaldırmışsak,
Okumuşsak, şu işlerini düşünmesek, şunu yazgan yazgıçılarını kollamasak, o intayın efsunarlık bir iş oldu. Şunlaşka ben barlık muhaciratdaki halkımızga, dost birodarlarga, og'inilarga bu kitobni o'qishni tavsiya qilaman. Iqtidor bola, qo'lda qalam ustolar yo'g'onlar, shunday kitoblarni, voqeliklarni hikoyaga aylantirib, hatto romanga aylantirib, yozib chiqishinglarni, hamkorlik ichida ish olib berishimizni tavsiya qilaman. Söhbətimizni bu yerdə axırlaşdıraylı. Axırda Uyğur televiziyasiga vakalatan söhbətimizin yaxşı elib berilishi uchun kuch chiqargan Ömer əpəndimə rəhmət eytiman. Görünmənlərə sağ-salamatlik tilayman. Keyinki sonda görüşgüçə aman bolinglar. Allohga emanet. Allohga emanet. Rahmat sizlarga. Mana bu fani dünyadaki dozaq, ata-onam nədə, ailemdekiler nədə degan 3 kitap lager faciaları hakkında yazıldı bu kitaplarda ve Tigris Şarkısı'na Xitaylarınki yol koygan atalmış Qayta Terbiyeleş Merkezinde yüz bergen dehşetlik facialar bayan kılındı ve faş kılındı. Kitap 3 kısımdan kitap azıcık 3 kısım yazılgan bulup bunun da vakalikler hikaye ve uçerik şekilde yazılgan. Nurg'un lager şahitleri bevosita ziyorat qilingan, ularning boshini kechirgan haqiqiy vakaliklar yazılgan ve kısmen edebiyat şeklinde beyitilip, bezilip, hamma adam o'qisa tushuna oladigan edebiy til bilan yozilgan kitaptır. Bu kitapninki qiymati shu qadar yuqoriki, har kim o'qigan bu kitobni o'qiganda lagerda bo'lgan dahshatli voqealarni va fojialarni ko'z o'ngiga keltira oladi. Xitoyninki vahshiy siyosatlarininki naqadar rezillik darajasiga berib ketganligini tushuna oladi. Bu kitapın aldığı mukavvası simbol karakterlik resimler bilen layihalagan Efendi hanımlarga, Şebnem hanımga rahmet eytimiz. Kitapninki betçik işlerini qilgan Olimjon Abdurahim Efendimizga rahmet eytimiz. Bu kitaplarni qo'llab iqtisodiyotdan yordam qilgan va setib olgan qarindoshlarga hozirdan boshlab rahmat aytamiz. Hammanglarninki qo'llashiga muhtojmiz.